Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Bugun Minnonobodda mashina bozorida oldi 400 katta ish chiqyapti mana. Ikkinchi qatorda yo'lda bo'yiga bitta ko'cha nariyada yo'l katta yo'lda bo'yi, trassani bo'yida. Endi bog'cha bu narsa qilaman, sizlar ham cho'tki joyimi. Hozir uydagilarni bitta ko'rlar, keyin narxlarni aytib beramiz. Shu kirish qismimiz mana 400 katesh meva daraxtlari hamma yo'g'i bor ekan mana. Tayyor joy ekan. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rasizlar. Mana yoqib qolsa, shunda gaplashamiz. 400 6 xona ham 7 xona shunaqa bo'ladi uylar bular. Hozir uydagilarni ko'ramiz. Shu mana kirish qismimiz. Kuxnasi. Yana bitta xonasi bor ekan. Yana xona qilib qo'yishgan ekan qo'shimcha. Sanuzel. Zal qismimiz. Endi ikkinchi etajga qarab yo'l olamiz endi. İkinci etajimizga chiqdik mana. Kattalar yotoqxonasi. Bitta xona. Bu uchinchi xonasi mana. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Telefon nomerini tashlab ketamiz. 72 ming narx so'rashyapti, kelishiladigan xonalari bor. Nomerlarni yozib beraman, bemalol xotirjam telefon qilaverasizlar.